Ya odamlarda insof qolmayapti o'rtoq. Ana kuni moyxonaga kiruvdim. 200 kilometrdagi taqillab qoldi. Ustiga olib kirsam, aka o'qlangan moy tiqib yuborishibdi-yu deydi. Shu insofdanmi o'rtoq? Yaqinda seni muzlatib xabaring bor. Bagima oluvdim o'rtoq. Original aka deb tiqdi. Poddelka ekanda, qudalan oldi, shunaqa uyaldi o'rtoq. Alam qilib ketadi-da odamga. Mashina bozorga tushdim. Hop, 1 minut o'rtoq. Keling. Alo. Labbay, assalomu alaykum. Aha. Bo'l kelishganimizdaymi? Ikkita. Хорошо, xo'p aka, hozir men bolalarga aytib qo'yaman. Hop, 1 minut o'rtoq. Klientda. Alo. Ha, Jamshid, yaxshimisan, tuzimsan? Ha, Qobil akam. Ikkita furani zakaz qo'yardilar. Kraskani dodasi bizada aka deb rosa qiynaluvdim. Qaragan, ana pastroq sortida assatka bor-ku, o'shani tiqib yuborgan, qimmatidan olyaptilar-da. O'sha assatkani yo'qotib yuboringlar. Hop, men hozir kelaman. Hop, o'shani amallab tiqib yubordim.